Hamma joyda milliy sertifikat, yana milliy sertifikat degan gaplarni eshitib turibsiz. O'zi milliy sertifikat nimaga kerak? Misol uchun, qaysidir fan sohasida milliy sertifikatga ega bo'lsangiz, siz OTM imtihonlarida, ya'ni universitetga topshiriladigan asosiy imtihonlarda shu fan bo'yicha, demak, test savollarini yechib o'tirmaysiz. Aynan sertifikat darajangizga mos ravishda sizga ball beriladi. Masalan, biologiya kimyoni oladigan bo'lsak, biologiya kimyo boshqa fanlardan farqli ravishda ikki xil qismda sertifikat imtihoni topshiriladi. Birinchi qismda birinchi savoldan to 33-savolgacha bo'lgan, 32-savol oxiri, shungacha bo'lgan joyda 4 variantli odatiy testlar, ya'ni bu testlarda to'g'ri javobni topib belgilashimiz kerak 4 variantdan bittasini. 33, 34, 35-savollarda esa bu 3 ta savol moslashtiriladigan test savollari deb aytiladi. Ya'ni umumiy 6 ta variant beriladi. Shu 6 ta variantdan qaysi biri 33 ga, qaysi biri 34 ga, qaysi biri 35-savolga mos kelishini, demak, juftlab uni ham javob belgilaymiz. Va 36, 37, 38, 39, 40-savollar esa javobi yoziladigan yopiq test savollari. Ya'ni bunda masalalar tushadi va bu masalalarni biz yechib turib so'ralgan natijani aynan qo'lda javobini yozamiz. Variant belgilamaymiz. To birinchi savoldan 40-savolgacha bo'lgan joy bu milliy sertifikatni birinchi qismi hisoblanadi. Ikkinchi qismda esa biologiyada ham, kimyoda ham bir xil, ya'ni 3 ta masala tushadi. Bu masalani yozma ish tarzida, ya'ni yozma ishda masalani yechilish uslubi, matematik hisob-kitoblari va oxirida so'ralgan javoblari to'liqligicha yozilgan tarzda, yozma tarzda biz uni topshiramiz. Ana shu ikkala qismga umumiy ravishda 1 dan 40-savolgacha bo'lgan birinchi qismimizga 75 ball beriladi va 41, 42, 43 3 ta savolga unga ham 75 ball beriladi. Va ikkalasi qo'shib turib 2 ga bo'linganda o'rtacha chiqqan natija bu milliy sertifikatda olgan ballingiz hisoblanadi. Endi qanday ball, qanday darajada sertifikat berishini opisaniyada yozib qoldiramiz. Maxsus foizingiz, sertifikatda ko'rsatilgan foiz bor. Ana shu foizga mos ravishda OTM imtihonlarida ballga ega bo'lasiz. Masalan, biologiyadan A+ yoki A sertifikatingiz bor, kimyodan ham A+ yoki A sertifikatingiz bor. Ikkalasi ham 100% sertifikat hisoblanadi. Biologiya oliy imtihon, oliy ta'lim imtihonlarini topshirgan vaqtingizda sizda birinchi blok bo'ladigan bo'lsa, unda umumiy 30 ta savolni ham yechgan vaqtda 93 ball oladigan bo'lsangiz, siz 100% sertifikat bilan ana shu 93 ballni oldindan qo'lga kiritasiz. Ya'ni tasavvur qiling, noyabr oylarida imtihon bor. O'zi bitta o'quv yilida 2025-2026 o'quv yili uchun 3 ta sertifikat imtihoni bo'ldi. Biologiyadan ham, kimyodan ham. Boshqa fanlardan ham adashmasam 3 ta sertifikat imtihoni bo'ladi. Endi ana shu 3 ta sertifikat imtihoni har yili avgust vaqtida, demak, tasdiqlanadi. Birinchi yarim yillik, demak, imtihoni. Undan keyin yangi yil atrofi keyingi yarim yillikning imtihon sanalari tasdiqlanadi. Aniq sanasi oldindan ma'lum emas. Misol uchun taxminan aytish mumkin, keyingi yilda biologiya kimyo imtihonlari keyingi o'quv yilida taxminan oktyabr yoki noyabr oylarida bo'lishi mumkin. Va bu sertifikatda tasavvur qiling, siz A yoki A+ sertifikati oldingiz. Demak, endi sertifikatingiz bor, siz biologiyadan tayyorlanishni to'xtatasiz. Ya'ni biologiyadan endi tayyorlanishingiz shart emas, baribir maksimal ballni qo'lga kiritdingiz. Endi siz uchun asosiy muammo majburiy fanlar bo'ladi. Majburiy fanlardan esa yuqori darajadagi sertifikat shart emas, eng quyi darajadagi sertifikat, o'zi eng past sertifikat C daraja, undan balandisi C+, undan keyin B daraja, undan keyin B+, eng yuqorisi A va A+ daraja hisoblanadi. Eng past darajadagi sertifikat ham majburiy fan uchun yetarli. O'zi 10 ta savol ona tili, 10 ta savol matematika, 10 ta savol tarixdan tushadigan bo'lsa, har biridan eng past darajadagi sertifikat olsangiz ham, ya'ni C daraja olsangiz ham, sizga maksimal 10 tasini ham ishlagan ballni, demak, beradilar. Shuning uchun 5 ta fandan sertifikatingiz bor degani, asosi 2 ta faningiz 100% bo'lsa, qolganlardan eng past sertifikat bo'lsa ham, bu degani sizda 189 ball naqd degani. Ya'ni imtihon topshirasiz, dokument, hujjat topshirasiz, lekin imtihonga kirib o'tirmaysiz. To'g'ridan to'g'ri hujjat topshirgan oliy ta'lim yo'nalishida mandatda eng yuqori ballda turasiz va yo'nalish tanlab qo'ysangiz bo'ldi. Sabab 189 bilan O'zbekistonda xohlagan oliy ta'lim muassasasini, demak, bemalol kirishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, milliy sertifikat imtihonida yuqori natija, ya'ni B+, A va A+, demak, ana shu eng yuqori 3 ta natijaga ega bo'lsangiz, sizda agar maktab o'qituvchisi bo'lsangiz, oyligingizga 20% ustama beriladi va majburiy davlat attestatsiyasidan ham ozod qilinasiz. Agar akademik litseyda dars beradigan o'qituvchi bo'lsangiz, sizga o'zingizning oyligingizga 50% ustama beriladi. Hech bo'lmaganda B+ sertifikatga ega bo'lsangiz.
Umumiy sertifikat haqida tushunchamiz shundan iborat. Asosiy bilib olishingiz kerak bo'lgan narsalar shu. Boshqa fanlardan nisbatan farq qilishi mumkin. Sababi yozma ish imtihonlari aynan biologiya va kimyo uchun qo'yilgan. 41, 42, 43 savollar yozma ish imtihonlari matematika, tarix va boshqa fanlarda, fizika fanlarida uchramaydi. Ularda faqat bitta bosqichda test olinadi. Bizda ikki xil bosqichda bo'ladi. Birinchi bosqichda birinchi 40 savollarni ishlab topshirasiz, keyin sizlarga ikkinchi bosqichning savollari tarqatiladi va uni ham ishlab topshirsangiz, shu bilan sertifikat imtihonini topshirgan hisoblanasiz. Sertifikat imtihoni nisbatan OTM imtihonlarda tushadigan savolga qaraganda anchagina murakkab bo'ladi. Oxirgi yillarda agar solishtirib ko'rilsa, umuman yangicha tipdagi, misol uchun biologiyani o'zidan aytsam, yangicha tipdagi masalalar tushib turibdi. Bu masalalar hozirgacha OTM imtihonlarda tushmagan, umuman universitet imtihonlarida. Shu uchun nisbatan yuqori darajadagi tayyorgarlik talab qilinadi va o'zi sertifikat nomidan ham sezilib turibdi, nisbatan imtihon qiyin bo'ladi. Bu degani sizlarda chuqur tayyorgarlik talab qilinadi. Demak, sertifikat imtihonini topshirishni xohlovchilar shunga yarasha chuqur tayyorgarlik ko'rishingiz maslahat beriladi.